Salom obunachilar, men Shoha Games. Bugun biz Minecraft o'ynaymiz. O'tgan ikkita video ovozsiz chiqqani uchun kechirasizlar. Chunki o'sha o'tgan videoda men mikrofonni yoqmay o'ynagan ekanman. Bo'ldi, endi survival boshlandi. Xo'sh, mashqni o'ldiramiz. O'zimizga yotoq yasaymiz. O'tgan videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak, men undan keyin yana ikkita video qildim, ovoz bo'lmagan uchun o'chirib tashladim va hozirgi videoni ovozli qilib olyapman. Xo'sh, bu meni uyimda. Ha, bu meni uyim. Bilinib turadi. Xo'sh. O'tgan videoda ko'rgan bo'lsangiz kerak, ko'rmaganmisiz? Ha, ko'rmagan ekansizlar. Men bilan bitta do'stim Satoru Gojo emas, asl ismi Jubjub Gojo qilib qo'ygan. Hozir uni o'zini ismini o'zgartirgan Oli Gojoga. Xo'sh, u anime yaxshi ko'radi, aynan Gojo Satoru, shuning uchun bu avval Roblox olmaydi, shuning uchun Minecraftni men aytganim uchun o'ynadi. Lekin kanali yo'q. Kanal yaqinda ochsa kerak menimcha. Keyin bu bilan men baribir Roblox to'lamayman. Qachonki 100 k bo'lsa-gina Roblox o'ynayman. Yo'q, meni maqsadim esa birmi, asl maqsadim. Xo'sh, hozir o'tgan videoda ko'rgansizlar. Mening narsalarim qani? Hozir Jubjub Gojo meni uyimda, lekin siz uni ovozini eshitmaysiz. Bu esa Jubjub Gojoning uyi. Mana. Kiramiz. Mana uning Jubjub asl narsalari. Bunga ozgina ovqat beraylik. 3 ta ovqat yetadi. Nonmedi. U hozir anavi qilyapti uyda. Hozir biz esa bugun ferma quramiz. Qani go. Men narsalarim qani? Ha. Men anavi odamman-ku. Oddiy o'yinchi bo'ldim. Xo'sh. Mana shu uyimizga kiramiz. Mana shu pechkada tepasida ekan. Tepasidan ko'mirlarimizni olamiz. Formatga qo'yamiz. Va biraniyamiz hozir cho'pimiz va viza skeletonimizni olamiz. Viza skeleton kalamizni kiyamiz. Qanday zo'rman. Sizlarga endi Shoha Games emas, Grox gapiryapti. Menga obuna bo'ling, shunda siz ham qul bo'lmaysiz. Video ketdi. O'sha bitga kiramiz. Bitta daraxt chop. Hozir biz mana bu daraxt chopgan keldik. O'tgan videoni ko'rmay bekor qilibsizlar obunachilar. Bekor mikrofonni yoqib qo'ymabman. Xo'sh, endi o'tgan videoda men jitellarni saqlab qolish haqida qonunlar to'qigandim. Mayli, hamma jitellarni uyini shunday yo'q qiladi, ammo jitellarni uyini ham asrash kerak. Bu o'yinchining. Bu jitellar bo'lmasa, o'yinchi Minecraft o'ynolmas bo'ladi. Chunki jitellarning somonidan oladi o'yinchilar. Shuning va men bu jitellarni o'ldiraman. Video men 100 kunlik videoni ham tugash albatta. Hozir Jubjub Gojoga keldi. Hozir mana shu turib turadi. Hozir uxlab olasiz. Kelar.
Men videolikka YouTube'ga. Ha. Bo'ldimi? Siz ham yordam berasizmi? Menga video ko'matdi obunachidan keyin men bilan Jub go'juni bilsangiz kerak. Juda hazilkar. Hazilli o'yin bo'lishini xohlasangiz obuna bo'ling. Hattoki archa hisobda o'xshab gapira oladi. Ba'zi gaplar o'rniga gapirib beradi mensan. Qani boshladik. Men takrorlagan gap jitellarni uyi bizning ham uyimiz hisoblanadi. Menga jitellar kerak. O'ldirmay turaman men jitellarni. Oxirida o'ldiraman. Xo'sh, qani endi o'zimizga kerakli narsalarni olamiz. Jitellarni uyini voy uyatsiz. Jitellar bu jitellarni mulki emas, bu Minecraft mojangning mulki. Jitellar bunga bu bizning uyimizga kirib olgan. Jub go'jo. Bu qiyipsi. Jub sahur nomidan olgan sana buni. Yo'q. Mana uylarni to'g'irlaymiz. Uyni to'g'irlash hozir Qiyshiq. Qolgan joyni loq qo'ysak ham bo'ladi. Jitellar ushmaydi. Ey jitel, bu sening uyingmi? Mening. Loq qo'yibman, bo'laveradimi? Yeb patang. Qani drit. Zato tezroq o'sadi. Zato tezroq yoqib qoladi o'ziga jitelni. Loyli uy kimga ham yoqardi? Nobga yoqadi. Qani nob? Ko'p gapira olmaysan kishi. Meni ham qani. Seni uyingmi? Men filtrman. Xo'sh. Bu kimning uyi bo'ldi? Bu seni uying. Ham. Xo'sh. Videoni ko'rsatishning sabab men Bo'pti. Hayır. men o'zim tanishtirishim va bu yerda nimadir qurib ketishim kerak. Xo'sh, hozir men bittan kirib olaman, bitta uyni jihozlashim kerak. Jub ketdi-da. Ketgandan keyin men undan xohlagan narsasini olib, uydan hamma narsasini o'g'irlashim mumkin. Mana buni olaman. Yana o'rniga loy qo'yaman. Xo'sh. Nima? Qilmishak. Mana uni ham olaman. Yo'q, bu tursiz. Kerak emas ekan menga. Men hozir olaman. Karvat olishim kerak. Yo'q, fakki, yo'q, karvat va fakki. Xo'sh. Yo'q, karvatni ham. Karvatni kimning uyidan olsam ekan? Butunlay yo'qoch uyini kim ko'rgan jitellar orasida. Bu karvatni olaman. Mana shu yerdagi fakki. Mana ekan fakki. Qorong'u bo'lib qoldi. Hech nima qilmaydi buni. Xo'sh, o'tgan videoda ko'rmadingiz, jub go'jo yo'q endi. Xohlagan ishimni qilaman. Men hozir to'g'riga borishim kerak. Ana tepalikka. Menga kerak bitta creative table. Mayli, shu jitellarni uyini chopmay degandim, baribir chopdim. Jitellarni uyi keragi. Jitellarsiz qishloq bo'lmas. Qishloqsiz o'yinchilar yasholmasdi, to'g'rimi? Baribir. Creative table'ni mashinadan yasaymanda. Hali bilasiz. Hamma joy creative table bo'lib ketadi.
Xo'sh. Jup go'juni kiritish jup go'ju. Xo'sh, mana buni qilishimiz kerak biz. Bu videoning nomini hech kim bilmaydi. Chunki men bu videoga hali endi nom qo'yaman. Men bu videoga nomlarni o'qib qo'ymoqchiman. Sirli bunker. Jup go'ju. Endi keyingi videoda gapirib turadi yoki o'zi qatnashadi. Uni ham hech kim bilmaydi. Xo'sh, endi 84 ta ortiq qo'tanni o'sitga qo'yaveraman. Endi tezroq chiqishimiz kerak. To'g'ri ekan. O'sha buni hech kim bilmaydi, hattoki jup go'ju ham bilmaydi. Mana shu bitta bo'lib olishim kerak. Ingliz tilida loy bor va o'shalarni jup go'ju kim desangiz uni 10 bo'lganiga aytaman. Hozir aytaveramiz desangiz hozir men nima qilgan qarang. Bittagina blokni qarang, o'sha blok qayerga tushdi? Yo'q, bu blok olinmadi. Ana shu ekan bu blok. Mana qanday? Nima atrof muhitni tozalash kerak. Jup go'ju buni bilsa, keyingi videoda men jup go'juga uni umuman ko'rsatmayman. Chunki jup go'ju buni bilsa, sразу hamma narsasini ko'rdingizmi obunachilar? Men oddiy hardkor emasman, men modli hardkorman. Voy, blokka. Osmonda berkitamiz. Obedga bitta fakel. Mana narvon, mana mening narsalarim. Urug' tursa. Hozir bu yerga bitta stol. Mana bu hozir masjidan vaqtlarcha sakraymiz va video tugadi. Xayr.